Sumalak. Sumalak. Esingizda bo'lsa, bundan 35 yil muqaddam yolg'ondan sumalak qilib ko'rsatganimni eslaysizmi, opa? Singlim. Televizorda. Assalomu alaykum. Alaykum Haqiqiy sumalak bu. Ha. Pishirdik. O'zinglar. Pishirib tayyorladik. Tayyorlab olib keldik. Bu yer jarayonda qiynalib qolamiz issiqda deb. Ha, oldin pishirib olgansizlar. Kechqurun. Ha, kechqurun pishirib oldinglar. Ertaman dimlab turmana hozir. Ha, yaxshi. Endi tarqatildi mana shu yerda ochdik. Bugungi bayram qanday o'tyapti? Juda chiroyli o'tyapti. Ha, bu Qo'rg'ontepa tumani mehnatkashlari va mehmonlar ham bor. Faol ayollari. Ha, faol ayollar. Bugun Navro'ziylar ham fuqarolar yig'iniki bo'lyapti. Ha. Juda go'zalda. Mana bu yerda do'stlikka hamjihatlik ulug'langan yurt shiori ostida tadbirimiz o'tkazilyapti. juda go'zal, juda go'zal. Hammani fuqarolarimizni kayfiyati juda chiroyli ko'ryapsiz. Hammasini chehrasida tabassum. Turli millatlar vakillari yashaydi. Biz do'stligimizni yana abadiy qilish uchun birga ishlash jarayonimizni ko'rsatish. Mana bu yerda pishiriqlar pishirishyapti. Cho'zma milliy taomlarimizdan cho'zma. Ha, cho'zma. Keling, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat. Bayramlaringiz bilan. O'zinglarni ham. Birinchi marta Navro'z Qo'rg'ontepada boshlanganmi? 90-yilda. Xudo xolisa, ashunda bo'lganda, rosa zo'r bo'lgan. Ha, kim edi o'sha paytda? Muxbir bormidi? Muxbir siz edingiz-da. Oxiriga. Ko'zingizdan taniyapman menchi. Nomerlar ham esimda turadi. 70 ga kelsam ham nomer ham esimda turadi. Mashinaga qaragan o'sha nomer esimda qoladi. Ha. O'zim doktor bo'lib ishlab pensiyaga chiqqanman. Ha. Xotiram yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi. Kelib aytdim, "Mana shu bola ashi" dedim. Siz bizdan sal kichikroqsiz, to'g'rimi? Necha yoshdasiz? Ha, 71da. Sen ekan. Pashti. Men sizni erkashimcha qorin. Rahmat, Biz rahmat. qarib ketdik ekan. Yo'q, sizlar yozsizlar. Tinch bola. Biz ham Aytdim, endi- kelayotgan bola dedimki, ashunda ham olgan. Ashi bola dedim-da. Ha. Tinch bo'lar, shukrlar yetganimizga shukr. Rahmat, Allohga rahmat. behisob shukr. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Navro'zlar, Rahmat. hayitlar. Juda go'zalda mana butun o'zimizni taomlar, milliy Milliy taomlar. taomlari deng-a. Ha. Allohga behisob shukr o'zimizga. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bayram. Barchaga barakah. Ana mana. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Aylantirib otchining ichini. Ana. Ana assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Suratga olsang maylimi? Yaxshi. Juda go'zal mana. O'tovlar. Ana. Bayramingiz bilan Yarashadi, domla. Juda go'zalda. 15 kunda bir borib keladi. Ana. Rahmat. Bayramlar muborak. Ana kelinglar mehmonlar, kelinglar. Qonaqqa kelinglar mehmonlar. Ana. Rahbarlarim shu yerda. ular bitta kelgan yurtga 2 soat bo'ldi. Bittalar ham havo ichmarda. Ana. Kelinglar. Kelinglar aziz mehmonlar, kelinglar. Xush kelibsizlar. Mana odamlar bor ekan. Ayollar kalatini Muborak bo'lsin. Bu yerda kimlar qatnashyapti bugungi bayramda? bayramda hamma tashkilotlar, mahallalar, Qo'rg'ontepa tumanida. Qo'rg'ontepa tumanidagi hamma tashkilot nimalar, Bu vaqt mahallalar. qarangki 35 yil muqaddam Qo'rg'ontepada men Navro'zni birinchi ko'rsatuvlarini olgandim. Mana 35 yil o'tib yana keldim. Bu katta bayramga aylangan. Bu yoqda hayit, bu yoqda Navro'z, bu yoqda do'stlik bayrami, qo'shni xalqlar. Bayram bo'lyapti. Mahalla Juda go'zal. Ana. Prezidentga rahmat, viloyat hokimi, tuman hokimlarimizga, rahbarlarimizga, hammalariga rahmat. Juda ham xalqimiz xursand, ko'tarinki ruhda o'tkazdik. Mana qirg'iz millatiga mansub mahallalarda, har bir mahallada, nimada chegara hududlarda chiroyli shu do'stlik bayramini o'tkazib berdi. Uning uchun prezidentimizga ming marta rahmat deymiz, tuman hokimi, viloyat hokimlariga ming martada rahmat. Xalqim nomidan, o'zimning nomimdan rahmat aytaman. Rahmat. Mehmonlar
ikki og'iz aytasizlarmi? Qanjaniz sog' bo'lsin. Shu rasullarga olib yuravering. Umringiz uzun bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin, martabangiz baland bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana bugun Navro'zga mana hayit bayrami ekan. Prezidentimizga rahmat. Mana shunchalik yo'llaringizni, tomoshabinlaringizni ochib, bir-biriga bordi keldi bo'lib, yana oldingiday bo'lib, do'stlashib nima qilib ketganiga rahmat. 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 Sizlar O'zbekistonlikmi, Qirg'izistonlikmi? Biz Qirg'izistonlik, Qirg'izlardanmiz. Qayerdan keldinglar? Sutgan ayilidanmiz. Qayerdan? Sutgan. Ha, Sutgan ayilidan. To'qto'g'il kolxoz Sutgan ayilidanmiz-da. u Jallovod tumanimi yoki O'sh tumani? O'sh tumani. Qo'rg'ontepa tumani. Ha. Tushundim. Qirg'iz maktab, o'zbek maktab shu ajratilgan bir-biriga tutash shu sinflarimiz, nimalarimiz, maktablarimiz bor-da. Rahmat. Bayramlar muborak bo'lsin. O'ynanglar, kulinglar, bayramlar muborak bo'lsin. Hayitlar muborak bo'lsin. Juda zo'r. Mana. Himmat aka, siz so'rashyapti. Qani instrumentimiz? Xizmatdan 6 ta maqom televiziyaga borib berasiz deb ketdi. Salom. Suvda qilingan, ko'k piyozlar solingan ichiga, yumshoq shakarlari ham bor, qiyomlari ham bor. Bu shirinmi? Mazali shirin. Yumshoqqina bo'ladi-da, ko'k piyozlar solingan. Aziz do'stlar, ehtiyotlik yeb qolmang, operator mana bu yerda biz ayollarimiz tomonidan bahor pishiriqlarini suratga olyapmiz. Bu suratga olayotgan joyimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman Sultonobod qishlog'i. O'sha bizning bolaligimiz o'sgan qishloqlar. O'sha biz katta bo'lgan bolalik o'sgan qishloqlarimiz. Bu qishloqlarimizda mana katta sayil ham hayit bayrami, ham Navro'z bayrami bir-biriga uyg'unlashib ketgan. Uni ustiga mana bu yerda Qirg'izistondan kelgan aziz mehmonlar bir do'stlik bayramiga aylanib ketgan. Ular ham o'zlarining butun pishiriqlari, butun go'zalliklarini namoyish qilyapti. Bu yerda musobaqa faqat tinchlik, osoyishtalik, vatanga muhabbat, inson e'zozi bo'yicha o'tyapti. Nihoyatda hayajon. Men tasoddiq tushdim. Tasoddiq ko'rdim. Qilgan ishlarimizni ozgina mamnunligini sezdim. Ozgina odamlar bizdan xursand bo'lganligini sezdim. Abadul abad do'stligimiz, Navro'zimiz, mustaqilligimiz yashasin. Abadul abad vatanimiz obod bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bunday rahmat. O'chiraman.